Yo barchaga salom bo'llar. Sizlar bilan men Xardor Samuray va bugungi videoda bo'lib ko'rib turganingdek mana bunaqa buzib turib bo'llar. Eng zo'r birinchilarni eng oxirgi o'rinda olib kelamiz bo'llar. Ko'rib turgandek bizlar bilan Sirojboy birgalikda bo'llar. Challenge qilamiz. Sirojboy ikkalamizdan qaysi birimiz video oxirigacha eng zo'r bazani qura olamiz bo'llar. Hozir sizlar o'zingizlar taxmin qilib turinglar bo'llar. Video oxirigacha ko'rasizlar bo'llar. Kim eng zo'r bazaga kela oladi. Mana bu yerda bizga qanaqadir narsa ol debdi. Magazindan, yo'q bu birinchi ol debdi ekan bo'llar. Hozir biz o'zimizga birinchi olib qo'yamiz, $15 mana liri laylar bor ekan. O'sha liri laylarni olamiz degan bazanga qo'yib qo'yamiz bo'ldi. Mana yerda Sirojboy nima olib keldi? Uje $7 ga olib kelib qopti. Menga $2 kuchli ekan, kuchaytirib qo'ydi men. $33 beryapti menga. $37 ishlayapti buniki. To'xtanglar. Meniki ham $37 mana bo'ldi $37. Yo, короче, chotki hammasi bo'ldi. Hayotimiz go'zal. Mana kuchaytirdik-ku buni. Qani endi bizda mana upgrade story degan narsa bor ekan, bu yerda. Uy, mana mutassalik birinchiman bo'lgan. Bu qanchaga sekundaga? $25 bo'ldi. Mutassalik birinchi oldim. Qara tung saxu. Vaziyatdan foydalanib qolaylik vaqtida bo'ldi. Bu kimning zonasi? Yo'q, o'zim zonaga boray. Boshqamizni mahbirman. Hozir buni kuchaytirib qo'yamiz bo'lib, chunki uni mutassiyasi bor. Sekundaga $70 dan beryapti. Bunisi boshqa gap. $600 pulimiz bor. Mana upgrade ekranimizni kuchaytirishga bu damage kuchaytirsa bo'ladi. Damage bo'ladi, kuchimizni kuchaytirsa bo'lar ekan. Qo'limizdagi boltani kuchini kuchaytirsa bo'lar ekan. $24 nima yerda birinchi bor. Mana olib qo'yamiz Nubini Pizzanini bo'ladi. $1,500 menga tekinga beryapti birinchi kunim. Rahmat. Sirojboyni yutishimga ancha katta yordam bo'ladi. Event boshlandimi? Event tugadi. Yo'q. Bizga kirganda tugab qoldi event ham. Mana necha mana kuchaytiramiz. Sekundaga $120 beryapti. Yaxshi, birisi boshqa gap. Ko'proq pul yig'ib olishimiz kerak. Maksimum qancha ko'p pul yig'sak, o'shancha ko'p bola o'zimizni kuchaytiramiz deb olaman. Keyin mana bu yerda o'zimizga boltalar bor edi. Qanaqangi 5 kalik bolta olsak bo'lar ekan, bola 3.5x berar ekan bizning kuchimizda. 5 kaqlilik pulimizda easy 5 ga qilib tashlaymiz. Chunki menda 3 ta birinchi bor. Sirojboy yurishni qayerda? Bitta birinchi yuribdi. Afigit, bo'ldi. Davay. $6,000 pulimiz bor. Mana yerda, mana ham mutassiylik ekan. To'xtanglar, bunaqa olib o'tirmaylik. Mana yerda tez mana kuchli oltisalar olib turib, kuchaytirib, ko'proq uzoqdagi zonalarga borib yuguramiz bo'ladi. $5,000 yana pulimiz bor. Bu $5,000 ga endi biz bolg'achamizni kuchaytiramiz. Uy, $63 ga olib keldik-ku bu. Hozir to'xtanglar-da. U kuchaytirsa hozir zo'r kuchayishi mumkin-da. Men damage ancha kuchaytiryapman. Qara 3,5 ming bo'lib ketdi. Endi bu muzlarni easy buzga to'man bo'ldi. Bunaqa buzda vaqt chut bermaydi o'ziga. $63 ga mabit topib ketgan ekan. Qaralar ko'rdinglar? Cappuccino 4 ta ichdi. Voy, men mana zonaga keldim. Mana bu 27 sekund qolibdi. Mana olamiz bo'la, Octopusinini. Davay bo'la. Mana shu o'ygiramiz. Rainbow PK 36 Robux ekan bo'la. Mayli, Robux ishlatmaymiz bo'la, halol o'ynaymiz. Ketdi. Endi bo'la zonaga qaytamiz. O'ta tenti bor ekan bo'la. Adash tentini ko'rsang, pordingsan ketasan-da. Siroj tent. Yo'q. Bo'la. Tushundim. Mana portlaydi o'ylabman. Men $200 birinchi olib keldim. Epic Octopusini bo'lib. Buni hozir kuchaytirib ham ko'ramiz. Sekundaga qancha berar ekan. Nima bu? Ikkita slot ana debdi-ku. Pullik deyapti-ku. Mayli, bazan pulimizni slotga. Sekinga slot bersang berib bo'lmasa ketmayman. $600 sekundiga beryapti bo'ladi. Bunisi ancha yaxshi. $600 dan beradigan bo'lsa, hozir 10 ga pulimiz bor. 10 ga esa biz yangi bolt ola olamiz bo'ladi. Bolg'a 70 ga. Men 5 galik olib qo'yganman, ancha bo'ldi. Mana kuchaytirib olamiz, kuchimizni zo'r. Kuchimizni kuchaytirib olishimiz kerak ancha. Voy, to'xtalar, narsa qilsa bo'lar ekan. Statistikalarni ham yozib qo'yar ekan bo'ldi, anaqa taxtaning ustiga. Demak, ikkita kitob indeksida ikkita birinchi bor ekan. Sirojboyda. Nech narsa qara. Like bosib qo'ying, mayli. Bitta like bosib qo'ydim. Endi ozgina 30 ga pulimiz bor. 70 ga qilsak yangi bolg'alar ekanmiz, bo'ladi. Bolg'aga pulimiz yetadimi? Yetar ekan bo'ldi, pashti. Davay. 63 ga bo'ldi. Uy, oldik bo'ldi. 70 galik bolg'ani olyapman men. Ana qo'yat, qaranglar. 70 galik 5x lik bolg'ani oldim. Endi buni kuchaytirib, ancha kuchaytirib qo'yish kerak kuchini. Bizga 10 ming ta kuch kerak. 10 ming ta kuchni esa biza anondan qiyoslay bo'ladi. Hozir pullarimiz bor bizani. Mana bu yerda bo'ldi. Mana 4 ta indeksimda 4 ta birinchi bor ekan. Mana yerda, bo'ldi. Bitta sirini topib oldim men. Bo'ldi, bitta sirini, tez kuchayishning sirini topib oldim. Qaranglar. Mana yerda spin bor ekan. Spin adasa bo'larmikan? Uy, ikkita spin berdi bizga. Bo'ldi, davay. Rainbow like blog yoki story telefon. Rainbow like blog yoki story telefon. Cappuccino asosan. Vay, bu sekundiga qancha beradi?
63 dollarlik-ku bola. Bu Sirojboyda bor-ku, bizga boshqachasini bersin aytaysiz. Iltimos. Rainbow Lucky Block shudi buni qara. Rainbow Lucky Block shudi. Buni qara. Yo, Divine Charkan buni ichida. Yo bola Divine Charkan. Mana shu yutib qo'ydim, o'zani Siroj. Bola meni qo'yingchi. Ochib ko'raman bola ichida nima chiqar ekan. Qanaqangi birorot bola, Divine birorot tushadi o'zi ham bor-ku. Ati 7 ga berar ekan-ku. Zo'r 7 ga ham bizning kuchayishimiz. Ancha yordamlashadi bola 7 ga ham. 15 ga qo'rdim sekundiga. Zo'r bola. Qanaqa? Kapuchinomi? Kapuchino chiqdi bunga sanda bor-ku. Ikkita aylantirdingmi? Ikkita beradi-ku. Nima deysan? Ertamanga ikkita. Men samurayda ikkita berganman-chi bonusiga. Bolla 30 sekundiga beryapti bu birinchim. Davay bolla, bizning boshlanishda kuchishimizga ancha yordam bo'ladigan bo'ldi. Endi bu pullarni yig'ib olib, endi men yana yangi bo'lg'izsam bo'ladimi? Shundaymi? 550 ming dollarga olsa bo'lar ekan. Yana ozgincha pul kerak. Jiddiy pul kerak bizga yana. Bo'ldi, buni ham olib qo'yamiz bolla. Endi bemalol yangisini ola olamiz bo'lgani. Bundan ham qimmati. VIP nega deyapti? Buni olish uchun VIP kerak ekan. Bizga keyin 5 million dollar kerak. Bundan ham qimmatni olishimiz uchun. Hozir men qo'ygan 500 ming dollarga speedimiz va mana kuchimizni kuchaytiramiz. Mana shu kuchimiz eng menga keraklisi bo'ladi. Chunki keyingi zonalarga o'sha kuch orqali borib kela olamiz. Qani, pullarni yig'aychi, 1,5 million dollar pul yig'ilibdi bizda. Biroz chanishda qo'yamiz, darsi pulini sho'p ko'sib turib, endi bizda kuchimizni ancha kuchaytirib, uzoqdagi zonalarga borib kelamiz, davay. Ketdi. Tezligimiz ancha yaxshilandi. Qani, qaysi zonagacha biz bora olar ekanmiz? Bola, nima deb o'ylaysizlar? Qaysi muzli zonagacha va eng qimmat qaysi birortani ola olamiz? Qo'ymayapti, mutasayyillasman bo'pti. Bola, nima deysizlar? Sirojboyga yordamlashib oramizmi? Bitta biror olib kelib berib yuborsak, bersa bo'larmi o'zi biror? Reverse qilib tez kuchayasan, yutib ketasan, reverse qilish kerak. Libboy o'yinda eng kuchayishning eng zo'r yo'li reverse qilish bo'ldi. O'shani bilib qo'yinglar. Men sizlarga shuni tushuntiraman. Reverse qilsanglar bola juda ham tez libboy o'yinda reverse qilish kerak. Voy 3 kalik birinchi to'g'rildim aytdim, mutasayyillik 3 kalik. Mana shuni bolalar, Sirojboyga sovg'a qilmoqchim yo'q ketdi men uchun. Hech mana o'tiramiz bolalar. Yana 2,5 kalik spam bo'ldi. Oldimda buni qaranglar. Mana shu 2,5 million talik kavalli virtuosni nima deysizlar bola Sirojboyga sovg'a qilsak? Ketdi bola. Mana shuni Sirojboyga berak bola. Sirojboy biz bilan konkurensiya qilyapti-da. Hozir bunga sa'y yordamlashib boramiz, bo'ldi. Kelajakda albatta bizga qimmat birov topib beradi. Hozir qarzga berib turamiz, qarzga bola. Qarzga berib turamiz, keyin qaytarib beradi. Kuchayib olish uchun yordam bu bolalar. Bizani yutib ketishi ham mumkin Sirojboy, lekin garantiya yo'q. Zonaga olib keldim bola. Men Sirojboy, birashga. Men senga padarik. Addujiman. Tez kuchayib, tez yutib ketdiligim meni. Yuta olmasang shunda ham chiqib qo'y. Hay, qo'mga o'tamiz bola. Narmaniy pulimiz bor, buni qaranglar. Mana 8 million dollar pulim bor. Mana bu yerda mana qani o'zimizga yangi anonomimiz. Bo'lg'ini oldimmi o'zimga yangi? Yashil ranglik. Endi bu yerda o'zlarimiz reverse qilamiz. Reverse qilsak, pulimiz yo'qolmas ekan, eng zo'ri. Keyin tezligimiz ham yo'qolmas ekan. Tezligi ham yo'qolmagani menga juda ham yoqdi. Keyin yana damage kuchaytirib tashlaymiz. Keyingi reverse'ga qancha damage kerak shunda? Voy, damage. Voy, yetar ekan o'sha reverse'ga meniki. Reverse qilsam bo'ladi, вообще. Reverse. Men yana reverse qilman. Zo'r. Endi bizga вообще ko'proq pul beradi bola. Opa bola, pullarni yig'ib olamiz mana bu yerda. Qancha pul yig'ilibdi? 10 million dollar pul yig'ilibdi o'zi. Endi bizga reverse qilishimiz uchun 20 mingta kuch kerak. 20 mingta kuchdan ham bola yig'ib olamizmi? Nima deb o'ylaysizlar bola? 20 mingta kuch. Bizda hozir qancha kuch bor shunda? 6,5 7 ming 10 ming bor. Yana 10 ming bo'lsa bo'ldi. Menimcha yig'ib olamiz bola. Hali 10 million pulimiz tebranmasdan turibdi. Zo'r bola. Past 20 mingta qoldik. Endi qolganiga speed kuchaytiramiz. Speed ham ancha bizga muhim. Qani zonaga o'taylikchi. Yana 5 million dollar pul bor ekan. Ikkinchi darajani ochib qo'yamiz bola. Bazamiz juda ham chiroyli bo'lib turishi kerak bizga. Bo'lganiga ko'rib turishi kerak. Endi shopga o'tamiz. Shopdan bizda yana 5 millionga nima kuchaytiramiz bola? Tezlik kuchaytirsam ekan. Tezlik kuchaytirishim ham kerak edi degan yaxshi mayli bola. 22 ga qilib qo'yamiz. Endi qaysi zonagacha bora olar ekanmiz? Ancha tezlashib ketdik-ku biz. Zo'r tezligimiz ancha kuchayibdi bola. Oyda Sirojboy ketyapti, Sirojboy ketib olasiz. Oyda Sirojboy ketib olamiz bola. Azgicha qoldi, day. Sirojboy uka nima gap? Kim bo'ldi yoningga bola? Hatta ana bor ekan. Day, uramiz. Yaxshi, buzilib ketar ekan mana shu ursak bola tentilardi. Qani bitta, qanchalik bir o'tchalar bor. Hatta kavalli virtuosda bor, mutasayyillik 3 sekundiga beryapti ekan.
Davay mana shu olib qo'yamiz. Cavallo Virtuoso yoki boryapman nargiz zonaga Amir. Davay, boramiz. Sirojman. Siroj olib ket, tez ol. Men Sirojman. Borolmaysan bu yoqqa, men. Ol. 3,5 ga mutassil o'zi ham. Ketdi bola, surdik biz ashti bor, mana bittasi olamiz-da. Hatta belkurak mutassillik to'p bor ekan bu yerda. Uy, men 8 ga bergan sekundiga. Mutassillik to'p bilan anita narsa ham bor ekan. Ha, bu sekret zona ekan-ku. Yo'q-yo. Bu sekret zonaga kelib qoldik bola. Mana 9 ga berar ekan, 60 sekundi bor bola. O'ta olamizmi, yo'qmi bu yerga eng qizig'i. Ana olishimiz kerak, xatyapti. 37 sekund bor ekan bu yerga. Ultiramizmi, Amir? Ultiramizmi? Ulgursak zo'r bo'lardi, bor. Ulgursak, davay bola, ultiramiz. Let's go. Aytdi, bomba bor ekan. Bombani bo'lsa ham yoki. Ultiramiz. Emin boshlandi bola. Mutassiya bilan bermaydi, mutassiya bilan. Hoshini yetolmayman, Amir. Olamasan nima bilan bitta shapat yeysan mendan. Bitta shapat yeysan. Oldim. 8 galik sekret oldim yana bitta bola. Bunisi boshqa gap. Nima? Yeri yo'q-da. Davay, zonaga suraveramiz bola. Teleport base qilsa qancha 2 Robux ekan o'zi. Teleport qilamiz base'ga, yugurib yurmaymiz bola. Yaxshi, bazaga kelib oldik. 23 million dollar pulim bor bola. Men hozir bonusli sekret kuchaytiramiz. Sekundga qancha berar ekan? 119 ga beryapti. Yo'q-yo'q. Buni istirib qo'yamiz. 69 ga bu. Reverse-ni bosaveramiz da ketdik endi bola. Yana kuchaytirib turib, yana bitta reverse qilsak bo'ladi, to'g'rimi? Hozir keyingi reverse qanchada? 30 ming damage ekan bola. X5 emas, X7 maniya qilib berar ekan. Qanday zonaga. Keyingi anoyimiz esa boltamiz esa 85 million ekan, 85 ming. Mana bu yerda o'zimiz damage'imizni kuchaytiramiz ancha. Davay. Damage'ni полностью 30 ming qilamiz. Kiri 500 million ekan kuchaytirish. Yo'q. Kiri ancha qimmat ekanda. Mayli, hozir damage kuchaytirayotsa bizda 21 k bo'ldi damage. Ancha qimmatlashib ketyapti damage nimagadir. Mo't 20 million pulim bor. 20 millionga kuchaytira olamanmi? Yo'q, bu damage hozir ko'ramiz. Upgrade kiramiz, qana damage qancha bo'lar ekan? Yo'q, buncha qiyin bor-la. Damage'ga ancha pul kerak ekan bizga kuchaytirish uchun. Reverse qilish ancha qiyinlashib ketyapti bu yog'iga. Menimcha bu yog'iga endi zo'r olishimiz kerak. Bir o'tchani olib kelishimiz kerak. Davay bola, pul yig'ib qo'ysa biz normalniy bir o'tchani olib kelamiz ana shu sekret zonadan. Bola, men mana to'pchani olishga keldim, qaranglar bola. Event tugashiga ataga 9 sekund qoldi. Mutasi bersaligi zo'r bo'lardi mana shu to'psik bola. Mana shunga mutasi bermaydim hozir olgunimcha. Davay 2 sekund. Voy mutasi ber. Ya, qillar mutasi bermadi. Mayli, nech olib ketamiz. Mantiq qilib qoldim. Bo'ldi bola, zonaga qayta olamiz. Hozir Robuxga bola. Bunga mutasi bergani yo'q. Mayli, necha bola, shunda ham 8 ga normalniy kuchayadi. Hozir zonaga olib turib, buni qancha pul kuchaytirsa bo'ladi bola. 222 million pulim bor bola. Reverse qilsagan bo'ladi. Oldin reverse qilamiz. Oldin bolg'a olamiz 85 millionlik. Zo'r. Ekip qildimmi buni? Ekip qildi, da, ekip qilganman. Qani endi qolganiga bola damage'ni kuchaytiramiz. Yo'q. Voy be. Qancha qilish kerak damage'ni bola? 27 ga endi bo'ldi buni qaranglar. 80 millionga olmagan yoki qilsa bo'lardi. Mana kuchaytiramiz endi doydalshi. Zo'r kuchaytirdik. Endi bu 113 ga beryapti. Normalniy 113 ga beryapti sekundiga. Pularimiz ko'p. Mana 149 ga beryapti. 7 million bo'lsa ham kuchaytirib olish kerak yana. Aytdi, yaxshi. Mana kim? 230 galik gadli olib keldi menga Xushnudbek. Yo'q, Xushnudbek olmayman. Menga kerak emas bo'ldi. Men o'zim kuchim bilan kuchayaman. Davay 9 million kuchaytiramiz. 159 ga beryapti u sekundiga. Zo'r. Mana yerda qancha edi kuchaytirish? Menimcha menga yana ozgincha bir 200 millioncha kerak. Ozgincha 200 millioncha bo'ldi. 200 milliondan ko'p bo'lsa kerak, lekin vaqt kuchaytirish qiyin ekan, vallahi. 40 million 4 necha bo'ladi? 24. Yo'q, bizga kamida 400 million pul kerak ekan, vallahi. Buni topishimiz uchun bizda ancha kuchaytirishimiz kerak bo'lar. Qani bolalar, keyingi zonaga o'tib kela olamizmi? Nima deb o'ylaysizlar? Qo'limizda yangi bolg'a oldik. O'sha yangi bolg'a bilan o'tib kelsak juda ham zo'r bo'ladi. Hozir 40 million yig'ib olaylik, 40 millionga bizda aniq bo'ladi. Yana bitta kuchaytirib olsak bo'ladi. Davay shopga o'tib 40 million yana bitta kuchaytirib ko'ramiz-da. Qani 40 millionga yaxshi 500 ta qildik. 28 mingta bo'ldi. Qani bolalar oxirgi zonaga borilamizmi yo'qmi? Bolalar qirt oldida gadli spam bo'ldi. Buni qaranglar. Oy, bo'mon boratib oldim, buni qaranglar. 22 galik gadli oldim. Bu zonaga qaytamiz bolalar. 22 gani endi kuchaytirib ko'ramiz bolalar. Ancha buni dahshat kuchaytiramiz. Oy bolalar. Gadli oldim. Hozir qaysidir obunachi ko'rsatayotgandi.
bermoqchi bo'lib. Biz 400 million dollarga endi o'xshatiramiz va bolalar sekund 22 ga berardi. Endi bizga zada esok beradi. 600 ga beradi. Bunisi qancha? 266 ga. Mana 600 ga beryapti bola sekundiga. Ko'rasizlarmi? Men aytdimmi shunda hozir? O'yinda? Challenge'ni ham aytdimmi? Yo'q, короче, Sirojboydan zo'rasini ko'ramiz bolalar. Sirojboyda sekundiga 900 ga berar ekan. Bitta mana shu prioritetchilari yaxshi, normalniy. Keyin aytdi, Sirojboydan mana fokus ko'rsataman. Yo'q, 72 rubl o'g'limiz ekan. Bola max sekundiga 5 million dollar beryapti ko'rayotganda de. Men juda ham ko'p pul ishlayapman hozir. Serverdagi eng ko'p pul ishlayotgan bola bo'lsam kerakmi? Hozir qo'ychi, men o bola sekundiga 1,5 million dollar, men 48 ga dollar bola. Men aytayotgan ekanman, aytsa hech kim yo'q. Bola, короче, bu chizdi men g'alaba qozondim bola. Albatta videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar bola. Shunaqa videolar ko'proq chiqish uchun videoga like bosganlar bo'lib qo'yinglar.